Bo'pti, dorilarni olib boraman hozir. Xo'p. Abdulhay, Zafar, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? nima qilsan bu yerda? Hozir Baxtiyor akani kutayotgandim. Haligi qarz bor edi-yu, Ha. o'shani hali qaytara olmagandim. Shunga muddat so'ragani kelgandim. Abdulhay, hali uni qaytarib bermaganmisan? Yo'q, vaziyatimni ko'rib tursan-ku. Shuni aytib qo'yish kerak edi. Men o'rtadagi odamman-ku. Keyin hamma kalta meni boshimda sinadi. Uzr og'ayni, seni ham noqulay vaziyatga solib qo'ydim. Hozir Baxtiyor akaga hammasini tushuntiraman. Bo'pti. Yaxshilik qilaman deb baloga qolaman shekilli. Boshliq hammasini kelishib qo'ydim. Agar shartnomani kelishsak, 50 ta ishchi olamiz yana. Ma'qul. Hamma hujjatlarni tayyor qilganman. Yaxshi. Faqat kech qolishimiz kerak emas. Unda tezlashaylik. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Baxtiyor aka, men Abdulhayman. Hamkasbingiz Zafarbek tog'ayingiz. Esingizda bo'lsa, 3 oy oldin oldingizga borgandik. Ha. Uzr Abdulhay aka. Bir marta ko'rishganimizga birdaniga eslay olmadim. Yaxshimisiz? O'zi, men uzr so'raydigan vaziyatdaman. Qarz muddati o'tib ketdi. Shunga sal xijolatli vaziyatda edim. Javohir aka, Ha? mashinani tayyorlab turasizmi? Bo'ldi. Aha. Otamni Hindistondagi muolajalari ozgina cho'zilib, ko'proq olib ketgandik. Shunga vaziyat boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Ha, qarzni shunga olganmidingiz? Ha, shunga. Hozir yaxshimilar? Allohga shukr, yaxshilar. Qolgan muolajalarni hozir O'zbekistonda o'tyaptilar. Baxtiyor aka, qarzga yana 2-3 oy muddat berib turasizmi? Albatta qaytaraman, xudo xohlasa. Dadangizga o'zi shifo bersin. Qarzni bo'lsa o'ylamang. Men roziman. Baxtiyor aka, men uning uchun so'ramadim sizdan. Albatta qaytaraman qarzimni. Abdulhay aka, xafa bo'lmasangiz, ozgina shoshib turibman. Dadangizni men nomimdan so'rab qo'ying. Begona bo'lsa ham tushundi-ya.